Yura qizim. Senga ham, opalaringga ham bir xil ko'ylak olib, issiqqa qolmasdan tezroq bozordan chiqib ketishimiz kerak. Xo'pmi? Yur ketdik. Qani. Shuni olamizmi qizim? Olaman. Olasizmi? Yana bitta ko'raylik. Xo'p, yana ko'ramiz. Bunisi-chi? Yoqmadimi? Qani qizim? Yoqdimi bu? Yoqmadimi? Qanaqa rang bo'lsin? Barbili. Barbili? Voy qizim, barbili deganing qimmatda. Hozir senga barbili olsam, qolgan ikkita opangga keyin qayerdan olaman? Uchalaringizga bir xil qilib olishim kerak. Oho. Qani qizim? Bu yoqdimi? Yoqmadimi? Bu ham yoqmadimi qizim? Anisi yoqdi. Qaysinisi? Qizilmi? Buni narxi qimmat ekanda qizim. Hozir buni senga olib bersam, ikkita opangga qayoqdan pul topaman? Senga yoqqani, menga yoqmayapti narxi. Bularingizdan 3 xil, bir xil razmer yo'qmi? Charchadingmi? Qadichi? Yoqdimi? Olamizmi shu? Yoqmadi. Menga qara qizim. Senga kerak bo'lgan Barbie ko'yni ikkita opangga to'g'ri kelmayapti. Uchalangga bir xil olishim kerak. Bittasi bog'chaga to'g'ri kelsa, ikkinchisi anu tug'ilgan kun to'ylarga to'g'ri kelmaydi. Uchalangga bir xilni qatdan topaman? Narxi qimmatli qilyapti. Nima qilamiz qizim? Barbie ko'ylak kiyim kerak. Yurchi qizim. Bu katta opangga bo'lar ekan. Lekin senga to'g'ri keladigani yo'q ekan. Yur, antga borgan. Opalaringga razmer yo'q ekan. Lekin voy, do'konlarni ham aylanib topa olmadim. Agar tikishni bilganimda, bozordan shundoq bir xil mato olgan bo'lardim-da, uchala qizimga bir xil qilib ko'ylak tikkan bo'lardim. 3 ta qizi bor onalar, sizlar qanaqa qizinglarga bir xil qilib kiyim topasizlar? Yur, yana qidiramiz.